Assalomu alaykum, Yakov House obunachilari. Biz bugun Sputnikdamiz. Yaqinlar yaxshilab eshitinglar. Enini 14 metr bo'lgan yarim plan bir qavatli полностью remont tayyor holujamiz chiqdi. Sizlar bilan shuni hozir ko'rib chiqamiz. Eshiklarning dizaynerskiy решениясini e'tibor berasizlar. Giraverishimiz katta dalon bo'ladi. Bismillah. Yaqinlar yenglaylar, shuningdek bir katta bir dalonimiz kutib oladi bizlarni. Dalonni kattaligini qaranglar, вообще zo'r. O'sha yerda o'zida uголок divanlarni qo'yib, televizorlarni qo'yib, televizorlar ham bor o'zini отдельный. Shularni qo'yib bemalol o'tirsangiz bo'ladi. Birinchi chetdan ko'rib ketamiz, yaqinlar bu yerimiz spalni. Spalni kattaligi. O'zi hamma xona katta tushgan, sababi 14 metr-ku endi. Shuning uchun ham xonalar hammasi katta tushgan. Oynalar polni ko'rib turibsizlar. Baland oyna qilib ishlangan. Oboylardan chiqqan, shikkarni eshiklar ham qo'yilgan. Mana eng yaqin eshik однотонный oq eshik va-ku qora ruchka bilan zo'r kombinatsiya tushadi. Yaqinlar bu yerimiz zalimiz bo'ladi. Enini qaranglar buni, enini. Bu ham maqsadda shunday katta holzal ena, marhamat. Eni ulli bo'lsin, hammasi 7-8 metr bo'lib turibdi deysizlar. 14 metrlikini topdim sizlar uchun. Aynan siz uchun topdim shuni. Qarang. Bu yerda reyestr ko'rmaydiganlar sababi полностью теплый pol bo'lgan. Teplый polni biz yaqinda hisob kitobini qildik. Reyestrli joylarga masalan kunina misol uchun 100 ming kishidan bo'lsa, teplый pollar 20 ming so'm ishlaydi ekan kunina. Вообще ekonomku bu narsa hozir simbolik gazni bilib turibsizlar chiqib turganmi. Yaqinlar endi bu xonamiz yana bir spalnimiz. Buni xohlasangizlar diski qilsangizlar ham bo'ladi. Bemalol 2 dona diski, garnitur, bemalol dars talladoni, 2 shkafi, hamma narsasi bilan sig'adi. Oynamiz bu yerda ozgina shu yerda bir hudud qolgan. Shuni ham ish yerdan ko'rsatib berali, sirazi qaranglar. Xohlasangizlar bu yerda barbekyu zona qilib berib, sho'rning o'zida o'tirib natsangiz bo'ladi, nima deydi? Mehmonlar kelgan vaqtida shikir shashliklar ketadi-ku. Yaqinlar kuxnyani ko'rib berali. Eng ajoyib yeri ayollar zonasi deymiz-ku, hamma ayollar zonasi. Bu yerda yana ko'rsatganimizda chiqadi eshik. Duxonning kotollar qo'yilgan, kafellar o'zi kuxniy mebellar tayyorlab turibdi. Uzunda o'tirsam bo'ladi, bemalol ushlar köşelan qo'yib ovqatlanmoqqa. Bu yerimiz yuvinish xonasi ham ajoyib решение, kattaligi zo'r, patologgacha kafellar qilingan, dushovoy qilingan, smesителlardan zamonaviylaridan qo'yib qo'ydilar. Bu yerda kir mashina, mesa tashlab ketilgan, xohlasangizlar bo'lar ham qo'yib beraverasizlar shu o'rningizda. Yaqinlar endi ish o'rnidan bir ko'rsatib bering, ban tarafdan chiqib Berbi yakada kustariyan, shashlik pastliklar o'tirish uchun ko'rib beringlar. Yaqinlar holujani polnosti ko'rib chiqdik. Enini 14 metrlik planni aynan siz uchun topdim-ku. Yana bir yerini aytib o'tayim, dalon bilan kuxni polni kafeli bo'lgan, kirib chiqqan o'yinni yuvib chiqmoqqa ajoyib. Dalon, 2 spalni, katta zal. Tasavvur qilinglar, bu 3 komnatli emas, 4 komnatning effektini berib turibdi bemalol. Pastdan nomerlarni qoldiraman, srochniy telefon qiling, 660 million ozgina xayr puli bor. Aynan size doğru keladigan joyingdan marhamat topdim, eldindan bizning hududlari bor. Bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi.